So'nggi yillarda viloyatimizda ham yirik miqyosdagi bunyodkorlik ishlari jadal olib borilmoqda. Yangi o'quv binolari, ko'p qavatli turar joy majmualarining barpo etilishi yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik sohalardagi rivojlanish va taraqqiyotning yorqin namunasi bo'lmoqda. Bu hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy o'sishida ham muhim ahamiyatga ega. Mavzuni muxbirimiz To'raqo'rg'on tumani misolida davom ettiradi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz ezgu g'oyasi asosida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida xalqimizning tinch va farovon hayotini ta'minlashdek maqsad mujassam bo'lmoqda. Yangi O'zbekistonning 3-renessans poydevorini yaratish asnosida avvalo maktab ta'limiga e'tiborning kuchaytirilayotgani va bunda yangi zamonaviy o'quv binolarining barpo etilayotgani muhim o'rin tutmoqda. Tahlillarda qayd etilishicha, 2017-2025 yillarda To'raqo'rg'on tumanida investitsiya dasturi doirasida 26 ta umumta'lim muassasalarida qurilish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. Bu maqsadlar uchun byudjet mablag'lari hisobidan jami 77 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflandi. Mustaqilligimizning 35 yillik shodiyonasi arafasida esa 47 umumta'lim maktabi qoshida qisqa fursatda 3 milliard so'mdan ziyod mablag' evaziga 360 o'rinli qo'shimcha bino barpo etildi. Endi bu yerdagi 772 nafar o'g'il-qiz bir navbatda o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bo'sh vaqtlarda esa o'zlari qiziqqan fan, sport to'garaklari hamda kasb hunariga qamrab olinadi. Mustaqilligimizning 35 yillik bayrami juda ham quvonchli, imkoniyatlarga boy bayram sifatida kutib olishga tayyorgarlik ishlarini amalga oshiryapmiz. Qurib topshirishga tayyorlanayotgan yangi o'quv binomiz, maktabimizda faoliyat olib borayotgan 54 nafar pedagoglarimiz, 710 dan ortiq o'quvchilarimiz uchun juda munosib sovg'a bo'ldi. Keng miqyosdagi bunyodkorlik ishlari jarayonida aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini to'laqonli qondirish masalalariga ham e'tibor qaratilgan. Tumanda hozirgi kunda jami 76 ta ko'p qavatli turar joy uylari mavjud. Aholining o'sishi hisobga olinib, keyingi 9 yil mobaynida 40 ta ko'p qavatdan iborat zamonaviy uylar qurib bitkazildi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan ularning soni yana 2 taga oshadi. Jami 99 ta xonadonga ega 7 va 9 qavatli ko'rkam uylarda qurilish ishlari yakuniga yetkazildi. 9 qavatli binoni qurib bitkazdik. Mustaqilligimizning 35 yilligiga xalqimizga tuhfa qilib shuni topshirish arafasida turibmiz. Prezidentimizdan minnatdormiz. Fuqarolarimizga juda ham katta imtiyoz sharoitlari yaratib berilyapti. Shu sharoitlardan kelib chiqib xonadonlarni bayramga tuhfa qilyapmiz. Bu xonadonlarga ko'chib kelgan yangi xonadon egalari mustaqilligimizga o'z hissalarini qo'shib, baxtiyor oila bo'lib yashashlaridan biz juda xursand bo'lyapmiz hamda kelajakda shunday ishlarni davom ettirishga doim tayyormiz. Bunyodkorlik ishlarining kengayayotgani diqqatga molik. Bu mustaqillik bayrami shukuhini namoyon etib, odamlar qalbida shukronalik tuyg'usini mustahkamlamoqda.